Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimizni savolini top deb ataganman. Bu qanday metod? Odatda biz mana bunday kartochkalarga savol yozamiz, lekin bunda aksincha javob yozasiz va o'quvchilar mana shu javobga mos bo'lgan savollarni yozishadi. Bu juda ham samarali metod. Keling shularni o'quvchilar misolida ko'ramiz. Siz qarang, mana bunday kartochkaga savol emas, javob yozyapsiz. O'quvchi mana shu javobga mos bo'lgan savolni yozadi. Agar o'quvchilar buni savolini bilishmasa, demak javobini ham bilishmagan bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, vaqt ketdi. Yozishni boshlang, shu javobga mos bo'lgan savollarni yozing. Xo'p, vaqt bo'ldi. Boshlaymiz. Ravshanloy, o'qing. Javob qanaqa edi? Siz mana shu javobga qanday savol tuzdingiz? Menga berilgan javob qo'shma gaplar edi. Bunga tuzgan savolim 2 va undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan gaplar qanday ataladi? Xo'p, yaxshi. Madina begim. Javobi so'z gaplaridir. Bir so'zga ega bo'lib, tarkibga ajralmaydigan, boshqa so'zlar bilan kengayish imkoniyatiga ega bo'lmagan so'zlar nima deyiladi? Javobi so'z gaplar. Yaxshi. Qaros. Javobi to'liq gaplar. Savol barcha gap bo'laklari qatnashgan gap nima deyiladi? Yaxshi. Dilrabo. Javob kirish so'zlar hisoblanadi. So'zlovchining o'zi so'zlayotgan gapga ishonch, gumon, taxmin ma'nolarini bildirgan so'zlar qanday so'zlar hisoblanadi? Yaxshi. Dilnoza. Javob qanaqa edi sizniki? Men sxema. Sxema. Xo'p. Savol bu sxemaga mos gapni yozing. To'g'ri, yaxshi. Fatima. Mana javob sizdan umidimiz shudiki, ko'pchilikning fikriga qarshi turasiz. Savoli ushbu ergashgan qo'shma gapning qolipi qanday? Xo'p, qaysi turga kiradi siz yaxshirog'ida? Xo'p, yaxshi. Mana aziz ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manzur bo'ldi. Aytgancha, bu metod hamma fan o'quvchilariga mos tushadi. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.